Biz Özbeklərdə shuningdek bir urf odat bor. Nikohdan burun yosh yigit qizlarimiz to'y qilmoqchi bo'lsa, yigit qiysa zebi ziynat yoki bo'lmasa tilla taqinchoq, shunga o'xshash qimmatbaho buyumlarni sovg'a qiladi. Agar oila qurgandan keyin baxtli bo'lib ketsa ketdi. Agar o'rtada yomon munosabat chiqib oila buziladigan bo'lsa, yigit bu bergan sovg'alarini qaytarib olishi mumkinmi? Ayrim holatlarda yigit tilla taqinchoqlarini talab qilib biza yana keladi. Men hadya qilgan edim, tilla taqinchoq, braslet, tros shunga o'xshash mol-mulklarni endi qaytarib olacakman deb. Bir narsani bilinglar. Hadya qilingan mulk qaytarib olinishi qiyin. Shuning uchun sovg'a qildingizmi? Tilla taqinchoq uchun fuqarolik suduna murojaat qilib o'tirmanglar. Başka buyumlaringiz bo'ladigan bo'lsa, buni talab qilishingiz mumkin. Ammo hadya qilingan mulk oila kodeksidan ham keltirilgan. Talab qilib olinishi qiyin. Sizlar shunchaki sota borib sarson bo'lib, vaqt yo'qotib, asabingizni buzib yurmasliklaringiz uchun bu ma'lumotni men sizlarga berib turibman.